Odiljon aka, assalomu alaykum. Bugungi suhbatimiz ko'pchilikni qiynayotgan, lekin ko'p hollarda e'tiborsiz qoldirilayotgan kasalliklar haqida bo'ladi. Bu paylar va Minsk jarohatlari bilan bog'liq muammolardir. Demak, Odiljon aka, birinchi savol, oxirgi yillarda tizza va oyoq paylari bilan bog'liq muammolar nega aholi o'rtasida ko'payib ketdi? Bunga birinchi sabab noto'g'ri ovqatlanish, kam harakatlik, shuni hisobiga tez orada oshiqcha vazn qo'shish va bu oshiqcha vazndan xalos bo'lish uchun noto'g'ri sport turini tanlash oqibatida bu jarohatlar ko'payib bormoqda. Demak, bu faqat sport bilan shug'ullangandagi emas, balki noto'g'ri ovqatlanish va vazn orttirish bilan ham bog'liq ekanda. Albatta, bu Minsk va paylar o'zini elastikligini og'ir vazn hisobiga yo'qotib boradi. Buni hisobiga travma olish ehtimoli ko'payib boradi. Oddiy yurish, zinadan tushish, oddiy o'tirib turish hisobiga ham yirtilib qolishi mumkin. Bunday holatda odamlar ko'pincha o'zicha davolanadi. Surtma, kompress, massaj bu to'g'ri harakatmi? Afsuski yo'q. Ko'pincha bizni xalqimiz tabibga boradi, torttirib ko'radi oyog'ini, soldirishga harakat qilib ko'radi va buning oqibatida travmani kuchaytirib, yana ham og'irlashtirib qo'yadi. Bu travmani oldini olish uchun bu fizioterapiya, muolajalar noto'g'ri usul hisoblanadi. Bunga muz qo'yish kerak, harakatni cheklash kerak va tezda shifokorga murojaat qilish kerak. Endi aytingchi, mana shu kasalliklarni oldini olish uchun nima qilish lozim? Birinchi o'rinda semirmaslik kerak, aktiv hayot tarziga o'tish kerak. Sport bilan muntazam shug'ullanib borish kerak. Bugungi kunda Avitsena MedPlus klinikasida pay jarohatlari, Minsk yirtilishi bo'yicha qanday amaliy ishlar olib borilmoqda? Bugungi kunda pay yirtilishlari, jarohatlari bo'yicha barcha turdagi amaliyotlar Avitsena Plus MedService klinikasida bajariladi. Erta tashxis qo'yish, operativ va konservativ davolash usullarini olib boramiz. Bemorlarga tavsiyalaringiz? Agar sizda Minsk paylar jarohatlari kuzatilayotgan bo'lsa, Avitsena Plus MedService klinikasiga murojaat qiling va biz travmatologlar jamoasi sizni sog'lom va erkin hayotga qaytarishga harakat qilamiz. Salomat bo'ling.